Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun yana bir ishimizni yakunladik. Andijon viloyati Buloqboshi tumani Ko'hna Buloq qishlog'iga qo'yilgan ishimiz. Bu yerga akfa antrazit mokriy asfalt deb xalq tilida alyumin profillarimizni olib kelib qo'yib berdik. Общий 4 ta rom, bitta 2 qanotli eshik bo'ldi. Steklo paket oynalari 2 qavat seriyaga. Oq bo'lgan oynalarimiz. Hop. Eshiklarimizni qanotini balkon qilib berdik. Eshigimiz bo'yi 237 bo'lgan, dakansi ochilish qilib berganmiz, termo eshiklar singari. Bu yoqda romimiz 1.45 ga 1.60 bo'lgan, bitta ochilish qilib berganmiz o'rtadan. Bunaqa ikki chekada 65 ga 1.60 dan ikkita ko'zlari bor. Undan ham bittasini portishga, bittasini yonbosh ochilish qilib berganmiz. O'rtada 1.15 ga 1.60 romlarimiz bor. Faqat ochilishini ko'rib qo'yamiz. Qanotlarini balkon qilib berdik, xudo xolasa. Mana 237 li eshik, bo'yi общий 237. Chahlarni mana bemalol ko'rishinglar mumkin. Balkon chahlari kelmaydi deganlar. Chahlari ham xudo xolasa chotki keldi. Mana yopilishlari. Nigirovkalar shira ochiq, xudo xolasa. 237 bo'lgan shu eshigimiz bo'yi. Общий balatligi. Balkondan seyli 2 qavat oyna qo'yilgan, yopilishlari chotki yopilyapti. Qanotlari balkon qilingan shuni hisobiga, kattadan qilingan. Kichkina ravidadan ochilish qilib berdik. Taglarga xili podagonni qo'yib berdik. Bu yerda ham bitta ochilishimiz bor, tepada bitta portishkamiz bor. Portishkamiz ardonga mexanizm qo'yib berganmiz, 90 gradusga ochiladi portishkamiz ham. Xohlagan joyga to'xtatib oladi. Uni ham tagiga xili qilib podagonni qo'yib berdik. Yo'da bitta romlarimiz bor. Narxlariga keladigan bo'lsak, hop, общий narxlari 7.800 ga bo'ldi. Bu eski narxlarda dogovor bo'lgani uchun 7.800 ga bo'ldi. Narxlarimiz ozgina ko'tarilib qoldi. Yangi narxlarga hisoblasak 8.5 million atrofiga chiqadi bu. 10% narximiz oshib qoldi. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qila olasizlar. Nomerlarimiz 99 909 95 91. Petlasini ham 5 ta qo'yib berganmiz buni. Ochilishlari yaxshi turish uchun pastiga 2 ta, tepaga 3 ta qo'yganmiz. Shuning uchun mana ochilishi ham chotki. Osmon eshigichi 228 bo'lgan, 226 bo'lgan eshigichi. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Telegram, WhatsApp hammasi ishlayapti. Rahmat. Sog' bo'linglar.